sizlar bilan endi mana ko'rishyapman. 3 oy vaqt ketdingizmi? Qancha bo'ldi? Bahora Rayeva. 4 oy oldin Bahora Rayeva Samarqanddan meni komandamga qo'shilgan va umuman bir-birimizni ko'rmasdan turib, kirgan oy o'zida meni ambasadorimga aylangan va mana endi sharafli ko'rishish va taqdirlash nasib qildi. Bahora Rayeva Gold ambasadorlik statusi bilan jирный объем har oy berasiz. Уже nima deydi? Avtobonusga deyapman o'zida. Avtobonusga bir qadam qoldi. Inshaalloh уже tez kunlarda sizni mana hozir ambasadorlik bilan taqdirlayotgan bo'lsam, yanagi oyga yaqin kunlarda уже avtobonus bilan taqdirlash nasib qilsin. Asalim, tabriklayman. Meni ambasadorim ko'rishdik mana shu natijaga erishtirgan hisobimcha bilan ishontirgan shu kompaniyaga mana qaranglar. Yana bitta gapni aytib o'tib shu gapga bilasizlar, hali shu hafta, o'tgan haftani boshiga kosmetologga borib, xuddi o'zimga kosmetologga kubigiga rasm tushirdi. Mana nasib qilganiga xuddi shu ko'rinda mashina juda yaxshi ko'ryapti. O'zi nasib bo'lsa shunaqa bo'lib qoldi. Mana tilla o'ziga ham Bahora 17 to'g'ri kelibdi sizga. Necha sizga? Ana narxi Old ambasadorlarim uchun shunaqa tilla uzilarni ham beraman. Komandaga qo'shilinglar. Samarqanddan mana Liderskiga keldi. Bizda komandada nima deydi? Uzoq yo'l hech qanaqa rol o'ynamaydi sizlar. Eng muhimi shijoat, maqsad bor. Yana bir bor tabriklayman Bahora Rayeva. Ilohim tezroq avtobus bilan tabriklar mashinangizni olasiz. Qasdi qilamiz.